Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq vatan suygan qarindoshlar, tuyuqsizlar bu xo'sh xabarni men millatim bilan o'rtaq hamkorlashish va yoki boshqa xabar topolmaydigan ingliz tili boshqa uchurlardan xabar topolmaydigan qarindoshlarimiz bo'lib qolsa, dedi qanday keyin bo'lsin va ilgir bo'lsin millatimiz baribir xabar topadi. Shundaqdan men ichimdagi bu xo'shalligimni sig'dirib olmay o'tirib qarindoshlarim bu gapni degim keldi. Ben bu yerda Mr Pompeo efendim bugün depto mana I have determined that the People's Republic of China is committing genocide and the crimes against humanity in Xinjiang, China. China targeting Uyghur Muslims and the members of the ethnic and the religious minorities groups depto. Degan vaqti bu Norvegiya vaqti, ya'ni Amerika vaqti bo'lish kerak. Norvegiya vaqti bo'lish, Norvegiya vaqtida chiqardi albatta bizningki Facebook'ga, Twitter'da 18 dan 19 minut o'tganda 19 yanvar kuni deb shu bizningki Uyg'ur erqiy qirghinchilighini bu yerda men jakalayman, men tuniyman degan gaplar bilan debdi qarindoshlar. Facebook'imga share qilib qo'ydim va yoki boshqa qarindoshlarimiz albatta buni share qildi, taqib qo'yishingni umid qilaman qarindoshlar. Bu biz uchun millatimiz yetgancha nihoyat bir xo'shallik xabar. Bir yildan birisi, ani biz o'tgan yil degandek 2020-yili Uyg'ur erqiy qirghinchiligi deb o'tirib bu da'vo ishlariga kelgan chaqda bizning qilmagan ishlarimiz qolmadi. Millatimiz o'rtaq tirishdik, harakat qildik. Mangdo qo'limizdan kelgan bütün ishlarni qildik. Mana bu millatimizning qilgan ishiningki oxirgi natijasi chiqdi. Demak bu Mr Pompeo efendim Xitoylarning Uyg'urlarga yurgizayotgan va yoki boshqa azsonlik diniy guruhlarga debdi. Bu yerda deyotgan Uyg'urlarga yurgizayotgan erqiy qirghinchilik debdi qarindoshlar. Men qaror qildim debdi. Demak millatimiz bu yerda Amerika hukumatı bizning erqiy qirghinchiligimizni to'nidi degan gap qarindoshlar. Xo'shalman. Millatimni yana tabriklayman. Desam xo'shallik gapimiz jiq. Men ko'p millatimning vaqtini og'im yo'q. Millatimni tabriklayman. Amerika hukumatiga, musharqalik Amerika Pompeo efendimga va Amerika hukumatiga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Qarindoshlarimiz bu xo'shallikdan o'rtaq bahramand bo'laylik. Thank you so much USA and thank you so much Mr Pompeo. Thank you.